solib ado bo'lgan sen emas meni o'zim jo'mba. Kun kecha ijtimoiy tarmoqlarda 17 yoshli yigit shifokorlar tomonidan 15 minutlik jarrohlik amaliyotini o'tkazamiz deya olib kirib ketilib, shu bilan o'lik holatda olib chiqilgani haqida xabar tarqaldi. Biz esa holatga aniqlik kiritish maqsadida marhumning xonadoniga keldik. Ma'lum bo'lishicha, Samarqand viloyati Tayloq tumanida yashovchi 2008-yilda tug'ilgan yigit 21-iyul kuni onasi va tog'asi bilan birgalikda Tayloq tuman Charog'bon mahallasida joylashgan tuman tibbiyot birlashmasiga og'riq shikoyati bilan murojaat qilgan. Shifokorlar esa unga moyak sohasidagi varikosil tashxisini qo'yib, operatsiya qilish zarurligini ma'lum qilgan. Bemor va uning onasi operatsiya so'zini eshitib qo'rqib ketgandan so'ng shifokorlar bu xavfli emasligi va yigitga o'sha kunning o'zida ruxsat berishini aytib, dalda berishgan. Ammo ularning daldasi azaga aylandi. 15 minutga chiqarib beramiz, yaxshi balang dedi. 15 minut qarab turdim, 20 minut, 30 minut. Patara ana shunaqa bo'ldi. Bir gala doktor chapalab kelyapti. Oradan 1 soat o'tdimi, tok berekon olib keldi. Doktorlar tepadan nima olib keldi? Ukollar olib kelyapti. Qo'rqdim. Biz o'sha kuni yigitga narkoz yuborgan shifokor bilan ham suhbatlashdik. Barcha tahlillar olingan standart asosida operatsiyaga tayyorlangan. Operatsiyaga tayyorlanib, ularga spinal anesteziya o'sha tana massasiga nisbatan o'lchab nima qilingan. Anesteziya o'tkazishgandan keyin bemorda shu narkoz davomida shu ahvoli keskin yomonlashdi. Shu yordam chaqirildik. 1 soat davomida reanimatsion chora-tadbirlar o'tkazildi. Lekin o'tkazishga qaramasdan bemorda yurak faoliyati tiklanmadi, kerak uni qaytib keldi. Aniqlanishicha, marhum jarrohlik amaliyotigacha yetib bormagan, narkozdan so'ng jon bergan. Bu holat esa jarrohlik amaliyoti o'tkaziladigan xonaning video kamerasiga tushgan. Holatga Samarqand viloyat prokuratura boshqarmasi xodimi rasmiy izoh berdi. Tayloq tumani tibbiyot birlashmasida 2008-yilda tug'ilgan fuqaroning jarrohlik amaliyoti davomida vafot etganligi holati yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mazkur tergovga qadar tekshiruv harakatlari viloyat prokuraturasi tomonidan nazoratga olingan, yakunida qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Biz lavha so'ngida marhumning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Taros Yo'ldoshev va Shukur Tursunqulov, Samarqand.